musulmon kishi qachon dindan chiqadi? Gunohlar sababli musulmon kishini kofir demoqlik joizmi? Musulmon kishini kufrga chiqarish juda ham xatarli ish. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qancha hadislarida musulmonlarni kufrga chiqarishdan qattiq qaytarganlar. Jumladan an Abdullah ibn Umar roziyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma ravahul Buxoriy. Ibn Umar roziyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar bir kishi o'zining birodariga ey kofir desa, kufr hukmi ikkisidan biriga qaytadi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Hozirgi hadisda musulmon kishini kofirga chiqaruvchilar uchun katta tahdid bor. Agar u kishining gapi rost bo'lsa, mazkur birodarining kofir ekani tabiiydir. Ammo uning gapi yolg'on bo'lib chiqsa, bu gapni aytgan kishining o'zi kofir bo'ladi. Chunki u kishi bu so'zi bilan mu'min kishiga kofirlik hukmini bergan bo'ldi yoki iymonni kufr degan bo'ldi. Aslida birovni kofir deyish yoki kufrga chiqarish bilan kishi biror savobga erisha olmaydi. Lekin gapi noto'g'ri bo'lib chiqsa, o'zining kofir bo'lishi xavfi borligi nihoyatda xatarlidir. Imom Tahoviy shunday deganlar: banda o'zini iymonga kiritgan narsani inkor qilishi bilangina iymondan chiqadi. Chunki iymon bilan kufr bir-biriga zid narsalardir. Bularning biri botil bo'lishi uchun ikkinchisi uning o'rniga kelgan bo'lishligi kerak. Shunga ko'ra musulmon kishi o'zini iymonga kiritgan narsalarni inkor qilgani aniq bo'lmaguncha, garchi katta gunoh sodir qilgan bo'lsa-da, modomiki gunohni halol sanamagan bo'lsa, uni kufrga hukm qilish aslo mumkin emas. U banda gunohi kabira qilishi bilan fosiq bo'ladi, lekin kofir bo'lmaydi. Bularning barchasi dinda g'uluvga ketish oqibatida vujudga keladi. Dindagi g'uluvga ketishning eng yomoni yetarli ilmi bo'lmagan holda Qur'oni Karim va hadisdan o'zicha hukm chiqarib olishdir. Bundan tashqari ilmsiz holda sunnatga o'zicha amal qilish va 4 mazhabdan birortasini e'tirof qilmaslik ham kishining adashishiga sabab bo'ladi.